to not only meet Canada's targets to reduce carbon. Now the Liberal government said Vatandan kelgan uchurlar. Ürümchidagi majburiy emgak zavodlari taqalganligi ma'lum. 3-dekabr Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Ürümchida lagerdagi Uyg'urlarni majburiy ishlatayotgan zavodlarni yaqinda taqagan. Zavodda ishlayotgan Uyg'urlarning taxminan 30% qo'yib berilgan. Qolgan qismi qora quyuq kesilib, turmalarga yo'llangan. Egilishçe, taqashdagi sabab asosligi Amerikaning jazolash tadbirlaridan bo'lgan ekan. Uyg'urlarga bo'lgan kontrollik texnik kuchaygan. 4-dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatandan kelgan manbadan ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlarga bo'lgan kontrollik texnik kuchaygan. Burun Uyg'urlar so'z saroylari, mayqachlash o'rinlariga kirsa, kimlik va chiroy tonish tekshirishidan o'tilgan bo'lsa, hozir odatga kichik oshxonalarga kirsimi, cho'qim tizim kirdigan. Yezlarda ahvol texmi eg'ir bo'lib, to'siq va tekshirish punktlari qatma-qat o'rinlashtirilgan. Virus bahonasida Uyg'urlar bo'lgan tekshirish texmi chinitilgan. 5-dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatandagi manbadan kelgan uchurga asoslanganda, virus bahonasida Uyg'urlar bo'lgan tekshirish aslida kuchaytirilgan bo'lib, Uyg'urlar har qanday tekshirish eg'izlaridan o'tganda telefonga majbur qachlangan 2 xil appni skandal o'tkazishi kerak ekan. Undan boshqa Uyg'urlar har oyda telefondagi ishkili kodini yangilash kerak ekan. Kodni yangilash uchun ma'li boshqarmasi yoki kent ishg'ollardagi o'rinlarda yadro kislota sinig'idan o'tishi kerak ekan. Har oyda yadro kislota sinig'idan o'tmaganlarning ishkili kodi normal ko'rinmay, seriq rangda bo'lib qolgan va tekshirish punktlarida to'sib qo'yildi ekan. Lagerlardan qo'yib berilganlarning davomli sug'urtasi bekor qilingan. 9-dekabr Uyg'ur axborot markaziga vatandagi manbadan kelgan uchurga asoslanganda, lagerdan qo'yib berilganlarning sog'lomlik sug'urta hisobi to'g'ritilib, davomlash kartasi bekor qilingan. Uyg'urlar cho'shqa go'shti yeyish tahdidi ostida. Al Jazeera to'ri 4-dekabr Xitoyning Sharqiy Turkistonda cho'shqa fermalarini kengaytishiga ergishib, Uyg'urlar cho'shqa go'shti yeyishga majburlanmoqda nomli xabar e'lon qildi. Navbatda Shvetsiyada yashayotgan lager shoidi Sayragul Savatboy Al Jazeera muxbirining ziyoratini qabul qilganda, Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarida yuz berayotgan